Ilhom Yo'ldoshev nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum doktor. Men antibiotiklarga reaksiya beradigan bo'lib qoldim. Endi og'riq qoldiradigan ukol olsam ham reaksiya bermoqda. Nimaga unaqa bo'layotganini qanday bilsam bo'ladi? Javobingiz uchun katta rahmat debdilar. Bu holat ko'pincha virusli infeksiyalar fonida bo'ladi. O'zi bir necha moddalarga nisbatan bir vaqtda kuzatiladigan allergiyalarda polivalent allergiya deyiladi. Klinik kuzatuvlarda shu narsa ko'rilganki, 6 oydan 3 yilgacha bo'lgan muddatda bu sezgirlik agar to'g'ri parvarish qilinsa, to'g'ri lechena qilinsa, yo'qolib ketishi ko'rilgan. Nima tufayli sabab bo'ladi? Bu yuqorida aytib o'tganimdek, ko'pincha virusli infeksiyalardan keyin xuddi shunday bo'ladi. Gerpes virusi, sitomegalovirus, Epstein-Barr kabi viruslar, mana bu Mycoplasma pnevmoniya degan infeksiyalar bor, hujayra ichi parazitlari hisoblanadi. Bular immun tizimini ortiqcha faollashuviga sabab bo'ladi. Birinchi o'rindagi sabablar shu. Bundan tashqari, kanserogen moddalar tarkibida konservantlari bor moddalarni ko'p iste'mol qilish ham xuddi shu holatga sabab bo'ladi. Shirinliklarni ko'p iste'mol qilish, surunkali stresslar, uyqu buzilishlari ham yana bitta sabablardan bittasi.